Asal opa, eko bolalar bepusht bo'lishi mumkinmi? Hozirgi kunda juda ko'p beriladigan savollardan biri bu eko bolalar bepusht bo'lmaydimi? Homila paytdan boshlab eko bolalar oddiy bolalardek o'sib rivojlanishadi. Eko bolajonlarning oddiy bolalardan farqli jihati bo'lmaydi va ularda bepushtlik kuzatilmaydi. Kelajakda bu bolalar turmush qurib, o'zi farzandli bo'la oladi va bu isbotlangan fakt. Va bu Luiza Braun birinchi eko amaliyotdan dunyoga kelgan bola. Bu esa Luiza Braun o'g'li Cameron Joel hech qanaqa amaliyotlarsiz dunyoga kelgan bola. Bizning klinikamiz 20 yildan beri bepushtlik bilan shug'ullanadi va shu kungacha biz 15 mingdan ortiq oilalarga farzandli bo'lishga sababchi bo'lganmiz. Eko haqida yanada ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, bizning sahifamizga obuna bo'ling va kommentariyada o'zingizni qiziqtirgan savolingizni yozib qoldiring.